Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Andijon mebel markazidan sizlarga ishlarimizni obzorini qilishni boshladik. Xo'p, bu ishlarimiz sizlarga esa razmerlarini, qanaqa material ishlatgan, pullariga dair tushuntirib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'rib tursanglar. Xo'p, bu ishimiz razmeriga esa uzunasiga 1,5 metr, balandligi 2 metr, shu turishi 1,5 million so'm. Undan tashqari esa 1,20 ga 2 metr, joyim kichkina deganlarga $100. Mana 1 million 200 ming so'm. Bunimiz esa 2,40 ga balandligi 2 metr, shu turishi 2,5 million so'm. Undan tashqari gaz qo'yaman yo joyim kattaroq deydiganlarga bunimiz esa bor. Mo'kagina shushalkalar ichida komplet mashi turishi 4 million so'm, razmeri keladigan bo'lsa 270 ga balandligi 220. Xo'p, bega esa gaz, dimoxod, bega esa to'xobga tushadi. Undan tashqari esa 3 metr meni joyim deydiganlarga esa 3 metr mo'kagina shushalkalar ichida komplet mashi turishi 4,5 million so'm. Andijon bo'ylab dastlabki ustonakamız besplatnik, boshqa viloyatlarga arzonroq shopir gaplashib beramiz. Bu ishimizga razmeriga esa 280 ga balandligi 220, shu turishi 5 million so'mga mo'kagina shushulkalarini bonusiga qilib beramiz. Undan tashqari esa 2,40ligimiz bor. 2,40ligimiz esa shu turishi 2,40 balandligi 2,30, 3,5 million so'm. Undan tashqari uka menga joyimga o'lchab yasash kerak deydiganlarga esa bunimiz bor. Birimiz esa 1 pagona metri 3 million 200 ming so'mdan, balandligi 2,60, 2,70 bo'ladi. Joyingizni xohlagan razmeringizni, xohlagan fasoningizda yasab ham bera olamiz. Xohlagan akril material, xohlasangiz krashimni endeflarimiz ham bor. Bunimiz esa krashinni endekda bo'ladi. Balandligi 250, 260 ga chiqaradi. Bunimiz esa 1 pagona metri 3 million 800 ming so'mdan, joylariga xohlagan dizaynda, rangini esa farqi yo'q. Devo mashinani lak kraskalari sepilgan, bir qator ahamiyat berib qo'yasizlar. Hamma yo'q zo'ridan, ustilari esa quymasdan bo'lgan, suvga ham shiz bo'lmaydi, mo'kalar ham zavodskiy quyilgan bo'ladi. Bundan tashqari esa gaz, vitichka, xohlagan narsalaringizni qo'yib o'rnatib beramiz. Kir mashina deysizmi, bunaqa joyga kargo shushulkalari deysizmi, xohlagan narsalaringiz, instrumentlaringiz bor, qo'yib o'rnatib ham beramiz. Pastda nomerlar qoladi, bemalol aloqaga chiqa olasizlar.